Abu Hanifa rahimahulloh zakot berib, kambag'allarga bu sizlarning molingiz, hijolat bo'lmanglar. Ya'ni Alloh taolo bizga buni berdi, biz orqali sizlarga berilyapti bu. Hech qanaqa hijolat bo'lmaydi. O'zingizlarning molinglar bu. Olinglar deb berardilar ekan. O'zi boylik odamga qachon fazil, ne'mat bo'ladi? Allohning toatiga qo'shilsa agar, Allohning toatiga sarflansa. Bunday odamga hatto havas qilinadi. Ikkita kishiga havas qilinsa bo'ladi, boshqa hech kimga havas qilib bo'lmaydi deyilgan mana. Shulardan biri Alloh yo'lida molini erta-yu kech infoq ehson qiladigan kishi. Va yana biri olim kishi. Ya'ni havas qilinadigan narsa diniy narsa bo'ladi, dunyoviy emas. Mujarrad mol uchun, pul uchun, dunyo uchun havas qilish mumkin emas. Diniy narsa uchun qarang, mana shu molni o'zi uchun emas havas qilish. Allohning yo'lida sarflangan molga havas qilinadi. Molni o'ziga havas qilinmaydi. Mana bu demak Alloh yo'lida sarflangandagina yaxshi havas qilinadigan yaxshi mol deyiladi. Hatto hadisda aytilganki, ni'mal malu solih lirrajuli solih. Solih kishi uchun solih mol naqadar yaxshi deyilgan. Chunki bu o'zini yo'liga yaxshiliklarga sarflaydi-da. Bu u uchun yaxshilikka xizmat qiladi demak. O'zi bu zakot berish orqali odam molini shukronasini ado qilgan bo'ladi. Boylarning qo'lidagi molda kambag'allarning haqqi bor. Shuni unutmaslik kerak. Haqqi bor. Tasavvur qiling, sizning qo'lingizdagi pullar birovning puli bo'lsa, uni haqqi, unga berish kerak, lekin bermay yuribdi odam zakotni man qilib. Shu bilan faxrlansa, shu bilan maqtansa, meni pulim bor deb. U birovning puli-ku, unga berish kerak. Zakotni man qilayotganlar, to'plab bosib qo'yayotganlar xursand bo'lmasin. Bunga qancha va'idlar kelgan. Alloh taolo aytdiki: "Va la yahsabannallazina yabkhaluna bima atahumullohu min fadlihi huwa khayran lahum, bal huwa sharrun lahum." Alloh ularga o'z fazlidan bergan narsalarni baxillik qiladigan kimsalar, ya'ni zakot bermaydigan kimsalar, ular uchun mana shu narsa yaxshilik deb o'ylamasinlar, balki u ularga yomonlikdir. Hozir mana zakotimni bermaganim bilan pulim oldimga qoldi, berganimda kamayib qolgan bo'lardi, menga yaxshilik bo'ldi deb o'ylamasin, bu o'zlariga yomonlik. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Qiyomat kuni shu baxillik qilgan narsalari ularni bo'yinlariga o'riladi.